Agar meni otib qo'yishsa yoki shunga o'xshash nimadir sodir bo'lsa, demak shunday bo'lishi kerak ekan va men bunga tayyorman. Men sizga aytsam, agar sizga kimdir ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, muqaddas Qur'oni Karimda aytiladiki, Allohning irodasisiz hech bir jon o'lmas va maga uning irodasi bo'lmas ekan, hech bir jon yashamas. Agar siz o'lsangiz, demak buning vaqti kelgan va men mening o'lim vaqtim yetib kelganiga ishonmayman. Chunki agar siz prezident bo'lsangiz, kimdir sizni o'ldirmoqchi bo'lsa, sizning nechta qo'riqchingiz borligi ahamiyatsiz. Siz baribir o'lasiz. Xullas men tayyorman. Shunday ekan, qanaqasiga men butun dunyodagi turli davlatlarda yashovchi insonlardan meni o'ldirib qo'yishadi deb xavotirlanishi mumkin. Agar bu yuz bersa, bu Allohning irodasi. Shaxsiy tansoqchingiz bormi? Mening birgina tansoqchim bor. Uning ko'zlari yo'q, ammo u ko'radi. Uning quloqlari yo'q, ammo u eshitadi. U boridan xabardor, biron nima yaratmoqchi bo'lsa, shunchaki bo'l deydi va u paydo bo'ladi. Lekin buyrug'i biz eshitadigan ovozli til yordamida talaffuz qilinadigan so'z bo'lib yangramaydi. U xayollardagi sirlarni-da eshituvchidir. U Alloh Xudo, u mening tansoqchim, u sizning tansoqchingiz, u ulug'dir, buyukdir. Tinimsiz u yon, bu yonga alanglash, asabiylashish, nigohlar bilan kimlarnidir qidirish, tansoqchi yo'llash, xuddi atrofdagilarga qarab men sizlarga ishonmayman deyish kabidir. Yo'q, Alloh mening qo'riqchim. Muhammad Ali amerikalik professional bokschi va xayriyatchi, 20-asrning eng taniqli sport arboblaridan va eng buyuk bokschilaridan biri sifatida tanilgan yarim og'ir vaznda Olimpiada o'yinlari chempioni 1960-yil. Professional bokschilar o'rtasida og'ir vazndan bir necha bor jahon chempioni 1961-yilda islom dinini qabul qiladi va ismini Muhammad Aliga o'zgartiradi. Unga Buyuk Ali laqabini berishgan. Muhammad Ali nafaqat barcha davrlarning eng yaxshi bokschisi, balki BBC talqiniga ko'ra 20-asrning eng yaxshi sportchisi hamdir. Uning ta'sir doirasi boks ringi o'lchamidan ham keng edi. Muhammad Ali musulmon bo'lishdan oldin uning ismi Cassius Marcellus Clay edi. U 1942-yil 17-yanvarda Kentukki shtatining Milwaukee shahrida tug'ilgan. U afro-amerikalik va irlandiyalik. 12 yoshida boks bilan tanishgan va ko'p o'tmay oltin qo'lqopi milliy chempionatlarida havaskorlar rekordini o'rnatgan. U 1960-yilda Rimda og'ir vaznda oltin medalni olib, professional ligiga qaytdi. 18 yoshida Rim Olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritgandan so'ng uning obro'si tez o'sishni boshladi. Muhammad Ali 1960-yil Rim Olimpiadasidan qaytganidan 2 kun o'tgach restoranga kiradi. Restoranda faqat oq tanlilarga xizmat qilinishini eshitgach, Rimda olgan oltin medalini namoyishkorona Ogayo daryosiga uloqtiradi. Ilk katta jangida Sonalistonni mag'lub etgan Muhammad Ali o'zini buyuk deb e'lon qilgandi. Shundan keyin u faqatgina ringda emas, butun dunyoda jamoatni hayratda qoldirib keldi. Ularning barchasi uning merosini va barcha davrlarning eng yaxshi bokschisi deb hisoblanishiga olib keldi. Hozir har bir sport turining o'z barcha davrning eng yaxshisi unvoni bor, lekin eng munosibi Ali. U butun hayoti davomida o'z prinsiplarini puldan, hattoki faoliyatidan ham ustun qo'ydi. Muhammad Ali nomi Amerikaning Islom millati tashkiloti bilan chambarchas bog'liq. Muhammad Ali 1964-yilda ushbu tashkilotga rasman a'zo bo'ladi. Cassius Clay nomidan voz kechib, Muhammad Ali ismini oladi. Dastlab uning yangi ismi bir necha jurnalist tomonidan tan olingan. Bunga javoban Ali oldingi ismi qullarga xos bo'lganini aytgan. 1966-yilda Ali Vyetnam urushida qatnashayotgan AQSh qurolli kuchlari safiga chaqirilishi kerak edi.
Ammo bokschi Muhammad Ali armiyada xizmat qilishdan bosh tortadi. Vyetnamliklar menga hech qanday yomonlik qilishmadi. Meni qora tani deb haqorat qilishmadi. Men vyetnamlikni o'ldirmayman. Men ularga qarshi kurashishim mumkin emas deb intervyu beradi. Ali hatto qurolli kuchlar safidagi xo'jalik ishlarida qatnashishni ham istamagan. Chaqiruv kengashiga yozgan maktubida u diniy qarashlari tufayli harbiy xizmatdan voz kechishini bildirgan. Bu urush diniy e'tiqodimga zid. Unda qatnashmayman. 1967-yilda Nyu-York shtatining atletika komissiyasi harbiy xizmatni o'tashdan bosh tortgani uchun uning boks litsenziyasini to'xtatib qo'yadi. Ushbu amaliyot boshqa barcha shtatlarda ham qo'llaniladi. Natijada Ali 4 yil davomida rasmiy janglarni o'tkazmagan, hatto xorijdagi musobaqalarda ham ishtirok etish huquqidan mahrum bo'lgan. Shu yili Ali harbiy xizmatni o'tamasa, jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida rasman ogohlantiriladi. Biroq baribir o'z fikridan qaytmaydi. Oqibatda uning ustidan jinoyat ishi ochiladi. 1967-yil 19-iyunda sud bo'lib o'tadi. 9 soatlik mahkamadan so'ng hakamlar hay'ati Alini aybdor deb e'lon qiladi. U 5 yillik qamoqqa mahkum qilinadi va $10,000 jarimaga tortiladi. Ammo Alining advokatlari hukm ustidan apellyatsiya berishadi. Sud mahkamalari davom etar ekan, u ozodlikda qoladi. 1971-yil 28-iyunda AQSh Oliy sudi Alining ishi bo'yicha yangi hukmni chiqaradi. Bokschi o'z diniy qarashlari tufayli harbiy xizmatdan bosh tortishga haqli deb topiladi. Allohlanadi va barcha huquqlari tiklanadi. Uning yana dunyo bo'ylab sayohat qilishiga va musobaqalarda ishtirok etishiga yo'l ochiladi. 1970-yilda yana boksga qaytdi. 1971-yilda asr uchrashuvi deya atalgan jangda Jon Freyzerga yutqazdi. Bu professional boks faoliyatida birinchi marta yutqazishi edi. Keyinchalik uning jag'i sindirilgan o'yinda Ken Nortonga yutqazdi. O'zi va qarindoshlaridan tashqari ko'p odamlar uning davri tugadi. Endi u oldingi Ali bo'la olmaydi deb o'ylashadi. Ammo bu xato edi. U oldingi Alidan qat'iyatli, kuchli va aqlli bo'lib qaytgan edi. Chempionlik uchun kurashgan bokschilarni ketma-ket mag'lub etdi. U Ken Norton bilan javob uchrashuvini o'tkazadi va uni mag'lubiyatga uchratadi. 1973-yilda Jon Freyzer bilan titul uchrashuvi uchun shartnoma imzolaydi. Shunday qilib, Ali avval Freyzer bilan jang qiladi. So'ngra Forman bilan uchrashuv tashkil qiladi va ikkala o'yinda ham nokaut evaziga g'alaba qozondi. 1978-yilda Spinksga yutqazib, keyin o'sha yili raqibini mag'lubiyatga uchratganidan so'ng 3 marta jahon chempionatida g'olib chiqqan tarixdagi birinchi bokschi bo'ldi. 1978-yilda buyuk Ali boksni chempion sifatida tark etdi. Muhammad Aliga faqat bokschi sifatida qaramaslik kerak. Ali musulmonlar uchun yuksak ibrat namunasi edi. U har doim o'z kuchi, dini, mablag'i va butun shaxsiyati bilan insonlarni yaxshiroq bo'lishiga, yaxshiroq yashashiga harakat qilgan. Muhammad Ali oxirgi 32 yil mobaynida Parkinson xastaligi bilan kurashadi. Boks ustasi umri davomida irqiy tenglik va diniy bag'rikenglikni targ'ib qilgan. Muhammad Alini 1978-yili Sovet ittifoqiga taklif qilinganida O'zbekistonga ham borgan. Toshkentda Muhammad Ali Xastimon masjidini ziyorat qilgan va rafiqasi Veronika bilan Toshkentning diqqatga sazovor joylarini ko'zdan kechirgan. Ammo 1979-yili Sovet qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirganda Muhammad Ali sir tajovuzini ikkilanmay qoralab chiqqan edi. Shunga qaramay, u o'zining buyuk ruhiy kuchi bilan sahnaga chiqdi. Stadionda qorong'ilik birdan nigohlar Muhammad Aliga tushadi. Uning qo'lida mash'ala titrayotgan qo'llari bilan u baland minoradagi olovga mash'alni tekkizadi. Bir necha soniya ichida olov alangalanadi. Butun stadionda sokinlikdan so'ng qarsak, hayqiriq, ko'z yoshlari dunyo sport tarixida kamdan kam bo'ladigan ruhiy quvvat
jasorat va inson g'ururining timsoli bo'lgan manzara. O'sha paytda tomoshabinlar orasida ko'pchilik yig'iladi. Hatto o'sha marosimni olib borayotgan teleboshlovchilar ham titroq ovoz bilan bu insoniyat g'ururi deb aytishdi. Ko'plar bu manzarani Olimpiya tarixidagi eng kuchli, eng insoniy sahna deb atashgan. Bu voqea uning hayotidagi eng yirik tantanali daqiqalardan biri bo'lgan. U keyinchalik shunday degan edi: "Men jangchi edim. Endi men tinchlik uchun jang qilaman." Olimpiyada chempionatini zabt etganiga 36 yil bo'lgan Muhammad Ali endi yosh emas edi. Shu bilan birga, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi unga daryoga tashlangan oltin medal o'rniga yangi oltin medalni tantanali tarzda qayta topshirdi. Medalni qayta topshirish marosimi bo'ldi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti shunday degan edi: "Bu medal nafaqat o'sha 1960 yilgi g'alaba uchun, balki insoniyatga ko'rsatgan jasorat va umid uchun." U Aliga yangi medalni berdi. Ali medalni qo'lga olar ekan, u kuldi. Ko'zlari namlandi. Bu uning o'z yurtidan va butun dunyodan kechikkan ammo chin hurmat edi. Ali o'sha payt aytgan edi: "Men medalni yo'qotganman, lekin or nomusimni emas. Bu nafaqat sport tarixidagi yagona, unutilmas voqea, balki insoniyat g'ururining tiklanishi, kechikkan adolat, haqiqiy jasoratning g'alabasi edi." 2016-yil 3-iyun Arizona shtati. Muhammad Ali 74 yoshida bu dunyoni tark etdi. U hayotining so'nggi onlarida ham sokin, oromli va yuzida tabassum bilan ketgani aytiladi. Go'yo u shunday demoqchi edi: "Men jangni tugatdim. Endi tinchlik va orom mening qo'limda." BMT Olimpiya qo'mitasi, sport afsonalari barchasi unga hurmat bajo keltirdi. Dafn marosimiga dunyoning turli joylaridan odamlar yig'ildi. Musulmonlar, nasroniylar, buddistlar, hatto dindor bo'lmaganlar ham marosimda millionlab insonlar qatnashdi. U Qur'on oyatlari o'qilgan holda islomiy marosim asosida dafn etildi. Bu nafaqat bir sportchining dafn marosimi, balki butun dunyo tinchligi, e'tiqod va insoniylikning yig'isi edi.